Assalomu alaykum Master Kirillov obunachilar. Sizlar bilan Abduralloh, sizlar Master Kirillov 04 kanalini kuzatib bormoqdasiz aziz aka-ukalar. Mana bugun assortiment oxirlarimiz tayyor bo'ldi. Bunga keladigan bo'lsa, bu oxirda qora bo'lsa, qorani ichiga qo'yasiz. Bu qo'zilar uchun yerdan aynalib yeydi, ichiga press tashlaysiz. Tashlamaydi, kirib ketmaydi. Ikki tarafida satili bor, suv qo'yib qo'yasiz. Nima deb qolamiz? Bunisi bu tarafdan olyapti. Mana bunisi ham idishlari bor, suvlarni berasiz. Bu yerga tepasini yaqinroq oling. Bu yerga tepasiga press tashlaysiz. Bu tarafiga ham press tashlaysiz. Ichiga somonmi, makkami, bug'doymi, kunjarami nimaiki bersangiz, bemalol tashlaysiz. Bunga drabelka, probelka u narsalar kerak emas. Bu yerdan shunday tortib oladi, qo'y o'ziga keraklisini. Umoqlari mayda-chiyda samat ichiga tushadi. Bir taraflamada bu devorga tiqib qo'yadigan varianti. Bu variant ikki taraflama, ikki tomonga qo'ysangiz bo'ladi, ikki tomondan qo'y keladi. Bu yerga bitta press tashlaysiz, bu yerga bitta press tashlaysiz. Qo'ylar o'ziga keragini tortib olib yeydi. Tak, nima deb qolamiz? Mana bu katta mol uchun. Katta mol uchun buni girdiga reshotka qilmadik albatta. Kerak bo'lsa, ularni ham stoykalari bilan, reshotkalari bilan sizga ma'qul bo'lgan dizaynda shunday naqshasini chizib tashlaysiz. Shu dizaynda tayyorlab berishga harakat qilamiz. Razmerga kiradigan bo'lsa, razmer umuman qizig'i yo'q. Sizga qanday razmer kerak, shu razmerda tayyorlab beramiz. Bu mayda qo'ylar uchun, echki qo'ylar uchun bu yerda ham suv beradigan idishlarimiz bor. Mana bu oxir bo'ldi. U katta molga, bu mayda molga, bunisi ham mayda molga, qo'ylar uchun, asosiy qo'ylar uchun. Tashlamaydi maqsad. Hammasi girdi qoplangan, armaturlar baquvvat qo'yilgan, svarka bo'lgan. Kraska ma'qul bo'lmasa, boshqa svetda kraska urib berishimiz mumkin. Kraska umuman kerak bo'lmasa, kraska qilmay dastavka qilib berishimiz mumkin. Ana endi hozir bir joyga ustanovka qildik, shuni ko'rsatamiz, ketdik. Mana aziz aka-ukalar, video davomi mana bu yerga keldik, ustanovka qildik. 374 deydi, 374 razmerda tayyorlab olib kelib berdik. Mana bu yerga keladigan bo'lsa, bu nimasi bor? Mana bu ochiladi. Qo'ylar albatta kiradi, chiqadi, mana suvlar alohida qo'yilgan. Mana bu yerda zamogi bor, ketmasligi uchun. Mana oxirjon. Tak, mana aziz aka-ukalar, mana shunday zakaz qilganda bizga olib keldik, ustanovka qildik, mana qo'ydik. Bu yerda ham xuddi shunday kelindi bu yerda. Tak, bu yerga mana двойной zamok qilganmiz. Maqsad ichkariga kirsangiz bo'ladi. Mana ochiladi. Polni xod. Ko'rinyaptimi yaxshi? Mana polni qo'ylar kiradi, chiqadi. Mana shunday sizlarga kerak bo'lsa aziz aka-ukalar, razmerda aytasizlar, tamom. Shu sizlarga kerakli razmerda qo'ldan kelgancha tayyorlab berishga harakat qilamiz. Nima deb qolamiz? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Mana shu kanalga hatman obuna bo'ling. Mana shu videomizni WhatsApp guruhlariga podelitsiya qiling. Shu kanalni kuzatishda davom etingizlar. Ne только oxir bizni kanalimizda endi zamonaviy, siz va biz ko'rmagan narsalar, mana shunday assortiment xuddi oxirdek bo'lib, zamonaviy stilni narsalar, talabga javob beradigan narsalar qo'ldan kelgancha chiqarishga harakat qilamiz. Sog'lik, omonlik, tinchlik keyingi videoroliklarımizda ko'rishguncha.